Hammaga salom. Bugun investitsiya va trading o'rtasidagi farqni ko'rib o'tamiz. Trading bu moliyaviy aktivlarni qisqa muddat ichida sotib olib, sotish orqali, ya'ni narx o'rtasidagi o'zgarishdan foyda olish strategiyasi deb tushuniladi. Ya'ni qanday bozorlar bor? Valyuta bozori, forex, aksiya bozori, kriptovalyuta va futures va derivativlar bozori. Investitsiya nima? Investitsiya bu kapitalni uzoq muddatga joylashtirish orqali qiymat oshishi va daromad olish strategiyasi hisoblanadi. Bunga aksiyalar, yana qimmatli qog'ozlar, ko'chmas mulk va oltin. Trading va investitsiya o'rtasidagi farqlar, ya'ni muddat tradingda qisqa, investitsiyada uzoq. Risk darajasi tradingda yuqori, investitsiyada o'rtacha. Daromad tradingda tez, investitsiyada esa sekin, lekin barqaror va stabil bo'ladi. Tahlil turlari ikkalovida ham texnik va fundamental tahlildan foydalanish imkoniyati mavjud. Vaqt talabi tradingda juda ham ko'p vaqt talab etadi boshida. Investitsiyada nisbatan kamroq, lekin o'rganish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. E'tibor uchun rahmat.